Assalomu alaykum. Efirda obyektlar xavfsizligi ko'rsatuvi. Ko'rsatuvimiz davomida Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan o'tgan hafta mobaynida sodir etilgan muhim voqealar tafsilotlari bilan sizni tanishtirib o'tamiz. Qo'riqlash departamenti va uning hududiy bo'linmalari tomonidan jami 844 ta obyektlarni qo'riqlash bo'yicha shartnomalar tuzildi. 384 ta fuqaro xonadoni yangitdan qo'riqqa olindi. 100 ta obyekt signalizatsiya vositalari bilan jihozlandi. 289 ta obyektga tashish tugmalari o'rnatildi. Shu bilan bir qatorda boshqa obyektlardan sodir etilgan 39 ta mayda tashmachilik holatlari aniqlanib, ulardan 8 million so'm pul miqdorida moddiy tovar boyliklari egalariga qaytarildi. Shuningdek, boshqa ma'muriy huquqbuzarliklar sodir etgan jami 539 nafar shaxsga nisbatan ma'muriy bayonnomalar tuzildi. Qo'riqlash bo'linmalarining tezkor harakatlanuvchi guruhlari tomonidan jami 536 ta chiqishlar sodir etilib, ulardan tashvish tugmalarini bosish bilan bog'liq bo'lgan holatlar soni 533 tani tashkil etsa, shulardan 414 tasida jamoat tartibining buzish holatlarining oldi olingan. 102 tizimga kelib tushgan xabarlarga asosan hududiy ichki ishlar organlari navbatchilarining xabariga ko'ra 3 ta chiqishlar sodir etildi. Sizga yetkazmoqchi bo'lgan xabarlarimiz shulardan iborat edi. Bizni kuzatishda davom eting. Xayr, salomat bo'ling.